O'zbekistonga borgan 10 million kishi yiqqan ekan. Bizda hozir 1,5 million kishi bor. Demak, analizni ham o'rgandik. U qimmatroq, arzonroq narsa siz marketingingizga bog'liq ekan. Opa! U qimmat sotish, qimmat olish, bu siz marketingni Addishi qanday? Marketingdan dars o'tyapmiz. Qoyil, mana shu qoyil. o'sha zavodni o'rnatirmoqchiman. O'sha drabilkani olib turib karyerga o'rnatamiz. Ha, shunaqa qilmoqchimiz. Qabul. Yanagi yilga. Keyingi yil oxirigacha. Ha, shunaqa Xo'p, qilmoqchi. hammasi bajarasiz a? Xudo nasib. Qancha ishtirab qo'yamiz bajarmasangiz? Qancha qo'ysangiz. Всё, yozib qo'ying, 40 ming dollar ishtirab. Day. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Biz Tojikistonda Spidamen nohiyasidamiz. G'isht zavodida turibmiz. Juda ham yaxshi xalq uchun g'ishtlar ishlab chiqarilyapti. Hozir mana shuncha odam aylanib g'isht zavodini ko'rib, pastgini, tepa joyi ko'rdik. Juda ham yaxshi insonlar uchun arzon va sifatli mahsulotlar ishlab chiqarilyapti ekan. Bu juda ham yaxshi. Bizning ikkinchi coachingimizda o'qigan akamiz bilan yonib turibmiz mana. Joningiz omon bo'lsin. Ikki og'iz o'zingiz haqingizda ayting. Ismingiz kim? Qayerdansiz? Nima ish qilasiz? Men sohibi Vohonjon, Nohiya Spitamen Kurkat qishlog'idan Havatagda g'isht zavod direktoriman. G'isht zavod egasi. G'isht zavod egasiman. Shu yerda Bular ikkinchi coachingda eng ko'p savol beradigan, eng tushungan narsasini ko'proq odamga tushuntirib berishga harakat qiladigan inson edilar. Realni o'zlari tushunardilarda, iloji boricha gruppadoshlariga yordam berardilar. Esda qolganda bizda. Bular o'sha ikkinchi coachingda o'qiganlar. 17 ta odam bo'lgan o'sha paytda. Lekin shunda ham hamma davlatdan bor edi. ha, Qozog'istondan bor edi. Qozog'iston bor edi, O'zbekiston bor edi, Tojikiston, Qirg'iziston ham bor edi. 4 ta davlat bor edik. 4 davlat bor edik. Qisqacha o'zingiz ismingiz kim, qayerdansiz tanishtirib, qayerdamiz aytsangiz. Kurkatdanman, shu qishloqdan. Tojikiston. Tojikistondan, So'g'd viloyati, Nohiya Spitamen. Biz asosan avval soxtmon bilan ishlardik. Quruvchilik firmamiz bor edi. Quruvchilik firmamizda aka-uka, dadamlar firmamizda 3 kishi ish olib borardik. Keyin u firmamizda akam bilan dadam qilishdi. Undan keyin men g'isht zavodga отдельно investitsiya qildik. Joyimiz bor edi. Biz endi shu g'isht zavod sohasini ham yaxshi bilmasdik boshida, lekin quruvchi ediku, ishlab chiqarish boshqa narsa ekan. Sotish boshqa narsa ekan. U hammasi bir-biriga nima ekanda. Faqat biz ishlab chiqarishim g'isht zavodni 2019-yilda qurgan bo'lsak, faqat ishlab chiqarishimiz kerak deb o'ylaganmiz xolos. Sotish to'g'risida ham, marketing to'g'risida ham umuman bizda tasavvurot bo'lmagan. Biz o'zimiz quruvchi bo'lganmiz, g'isht zavodga aytganmiz, g'isht olib kelib tashlavergan, biz uni operatsiyalari haqida umuman ma'lumotga ega bo'lmaganmiz. 3 yil, 4 yil qarib shu g'isht zavod bilan o'zim shu faqat ishlab chiqarish bilan shug'ullandim xolos. Sotuv, marketing u to'g'risida umuman ma'lumotga ega emas edim. Yana bitta narsani qo'shimcha qilib aytaman. Yonimizda Jamshid ham bor. Mendan kichkina, ham keyinroq ochgan g'isht zavod. Shu bularga o'qigan borgan ekan. 1 yil oldin. Hukumatga aka shuga darsga borishingiz kerak. Yaxshi bo'ladi dedi. Oxiri 1 yil o'tgandan keyin bordim. 1 yil o'tgandan keyin bordim. Shuni gapi bilan keyin internetda ham kuzatib borardim. Faqat motivatsiya beradi, nima bo'ladi deb shunaqa fikrda yurardik-da endi. Saidmurod Davlatov chiqadilar misol, boshqa yana bu Dushanbedan, Alisher Isayev hammasini kuzatardik, faqat keyin men haqiqatan shu safar o'zim borishimda keyin bu Alimardon akani ham billa qo'shib billa bordik. Yaxshi. Hammasi men o'ylagan natijadan yaxshi bo'ldi. 2-3x ga o'zgardim deb o'ylayman-da o'zim. Shu haligi boyna aytdiki, bir kimdir o'ylagani patologi, kimdir poli bo'ladi degandek, bu akamlar aytdilar. Shunday bo'lar ekan. Faqat ishlab chiqarishni o'ylagan ekanman. Shunda luboy to'g'risida chappi tursa, bironta shoferim kelmasa, shuni mashinasini olib men haydab ketaverardim. Shahristonga g'isht tashab kelish keraksa, bu haydab tashab kelaverardim. Nima ishdan farqi bormasdi. Bironta odam kam bo'lsa, billa ham ishlab ketaverardim. Bironta. Все были такие, to'g'ri. Shunaqa edi. Shu buyurga bironta qo'ldan jarohat qolmagan joyi qolmagan-da. Lubu ishni qilaver. Qaysi ish qilasan desa, lubu ish qilaman deydi-ku, o'sha odam hech nima bilmaydi. Lekin men shu ishni qilganman.
любой ish qilaman degan odamda unaqa tasavvur emasda, fokusi bo'lmaydi-da. Chunki bu yil hammasini o'qidik, kam bo'lsa ham ilm oldik. 2 oylik coachingda biz uspet ham qilmadik ko'p narsaga, chunki biz tushunib bordik. Birinchi darsda bir tushunib bo'ldik. Bir 3 ta darsdan keyin shu birinchi darsni tushunishni boshlayapmiz-da. O'zi 8 ta dars bo'lsa, 8-darsda borsak, o'zi biz 3-darsda ilmini olyapmiz-da. Chunki keyinroq yetib kelyapmiz-da. Shunday qilib uspet qilmay, haligi bo'ldi, avtomatlar. Ha. Hamma ishni o'zi qilib o'rganasizda, o'qishlar bo'lsa ishingiz ko'p ekan. Man shofyorlik, dastlabki u bu yerda sezonniy ish-ku. Bu g'izavod sezonni. Faqat yozda ishlaymiz, qishda remont qiladi, u bu qiladi, tamom. Men qishda darsga borganman. Tizimlashtirish mana xato bo'lganligini o'rganib, o'sha tizimni avtomatizatsiya qilish darajasiga boryapmiz hozir. O'qigan saringiz bilmasligingizni bilib borar ekansiz. Bu yerga kelib bildimki, men ishlashim emas, balki ishchilarni boshqarib, shu biznesimni rivoji uchun harakat qilishim kerakligini tushunib. O'lgan pulimga qatar qancha katta xatolar bor ekan, ularni sekin to'g'rilab, donisa, yana ham ustozdan ko'proq ilmdan o'lishga harakat qilaman. Yanvar oyida borganman. Dekabr, yanvarda biz shu yerda edik. Bordik, shu yerda bordik, keyin komanda yig'ishni ham tushunmaganman. Komanda kelasan, kelding bu aka, davay, mana ish qilaverasan. Kelding bu aka, bunday qilaverasan deyaverganmiz-da. Shu bu yilga ishni boshlaganimizdan u investor olishi, investitsiya qilib olishi, nima qilishi, qanday qilib jalb qilishi, boyna aytdi-ku, bu akamlar qaysilar aytdilar. 1,5 oyda dedilar-ku, bitta zo'r fishkasini aytaman. 1,5 oyda degani bor, chotki, ertaga qilib beraman desang, bizning mentalitet shunday. Ertaga men g'ishingni jo'nataman desam sizga, chota buni klienti yo'q, chota bunda problemasi bor deydi. Shuni da fikrlaydi bizga. Ertaga qilib beraman deydi. Sразу chota men shoshmang, sen bilan keyinroq gaplashaman. Hozir keyin kelaman deydi, boshqa yoqqa boradi. Senga 1 haftadan keyin beraman siz. Shunda ham o'ylab 10 kundan keyin beraman, lekin 7-kuni harakat qilaman, bironta klientini arasida beraman degan gapni shu yerda men borib shuni tushundim. Ertaga beraman desam, o'sha klientim yo'q edi. Sotuvchi qo'yganmiz hozir. Nomerini men berganman. Postoyanni kalla ishlab turardi. Postoyan ham sotganman, ham ba'da ish olib borganman, hamma ishlarni olib borganmiz-da. Postoyan operatsionika deydi. Ha, shuni bo'lsa, hali o'chirib o'chirib, nima qilsa, mana unday qilib, shunday qilib yurardik. Ha, bu yil Xudoga ming qalla shukr yaxshi. Oldindan hamma ishlarni rejalashtirib, odamlarini qo'yib, to'g'irlab, mana bugungi nimani kecha To'raqulov Farhod aka aytdilar-ki, ertaga shunday ustoz bu safar saniki bora olmadilar. Ertaga shunday haligi qilar ekanlar-da. Men kelsam, kechki paytga kelsam, biz bugungi kunga hammaga выходной tayyorlangan ekanda. Выходной prinsip ayrim bitta qishloqda hamma odamlar qishloqdan kelib ishlaydi. Mana yaqindan. Yarim odam bag'dan keladi, yarim odam bag'dan keladi. Hammasi keladi. Ayollar ham bor, 50% ayollar, 50% erkaklar. Bizniki ruchnoy nima? Shu ishlarni bajaramiz, ular keladi. Ular bugun maktab nima-ku? Maktab 1-sentyabrga hamma farzandlarini jo'natadi. Shu kimdir olib borgan ertalab, endi o'rnashtiradi. Shunga bugun выходной bergandik. Haligi proses yurib turgan yo'q-da hozir. Normal. Bugunga Normal. dam bo'lgan, bet. Hozir Yaxshi. bir aynalamiz, ko'ramiz, ekskursiya. Hozir ish chiqaramiz, nima desangiz bo'ladi. Yo, yaxshi, normal. Yo, bu bag' ishlayveradi. Farmovka, mana formirovka qiladi-ku. Qabul, zo'r. Biz xursandmiz. Sizlar natijalarni ko'rib biz xursandmiz. Qaranglar, bitta narsada bular o'zlarining biznesini qizg'anmasdan, o'zini kursdoshiga lichni o'zi tepasida turib o'rgatib, zavodni boshdan oxirigacha qurdirib ishga tushirardi. O'zini kursdoshiga. Shuncha aytamanki, birlashinglar deyapman-ku. Bular o'zini kursdoshiga qilib hozir zavod ishlayapti-ya o'sha. Lichni o'zi tepasida turdi. Farhod akaga tushguncha Farhod akaga. Haligi to'pida kelgan aka bor-ku.
Bular o'sha kurkovchidan tanishdilaring Ha, o'sha yerda tanishdik. O'sha yerda tanishdikda menda 45 ga 45 pressim bor edi. 50 ga 50 press shu bultur olib kelgandim, o'rnatgan yo'q edim. O'rnattirdik, o'rnatib bo'lgandan keyin u освобождать bo'ldi, uni men продажаga qo'ydim. Sotaman yo xomiz qish chiqaramiz deb fikrlab yurdik. Keyin aka aytdilarki, shuni qilmoqchiman dedilar. Keyin tayyor joyi bor ekan dedilar. Bir marta borib ko'rdim, shu yerda olmoqchiman. Navoda olsam bo'ladimi dedim. Aytdim, Siryo qayerdan olib kelasiz dedim. Bizga ham Siryoni 40 kilometrdan olib kelamiz. Proletardan olib kelamiz. Proletardan G'onchidan olib kelamiz. G'onchidan 25 kilometrdan. Qabul. Demak, yo'lga tushirib berdingiz. Ularni yo'lga tushirib, ishga tushib ketdi. G'isht chiqyaptimi? G'isht chiqaryapti. Sotyaptimi? Ha. Cho'tkiga foyda qilyapti. Ha. Ha. Uni o'ylab ko'ramiz. O'ylab ko'ramiz. Problema emas. Qilib beramiz. Ha. Ana, malades. Qilib beramiz. Qabul. Qaysi tomondan boshlaymiz? Mana yuramiz. Ketdik. Qani ketdik. Farmovkalarni ham Ketdik. ko'ramiz, yurg'izamiz. Bunaqa zaxira bo'lmasdi. Bizda hozir zavodimiz 2 oy buzilsa ham, 2 oy yurmay qolsa ham zaxira bunt qilingan. O'rtoqlar, oldinlari o'qishgacha hech qanaqa zaxira g'isht saqlamagan ekan. Bulturlar O'qishdan keyin o'sha zaxira g'isht saqlashni boshlabdi mana. bizda faqat mavsumiy shu 6 oy, 7 oyda faqat g'isht sotardik. Ha. Faqat yurg'izardik-ku, tugatardik, ketaverardik. Hozir bu yildan katta press qo'ygandik. Hozir plashatkamiz ham vidishga qilmayapti. Vashsha zo'r. Demak, ishni to'g'ri tashkillashtirishni ham o'rganibmiz, o'rtoqlar. Ishni to'g'ri sistemaga qo'yib tashkillashtirish. Bu hozir agar stanogimiz buzilib qolsa ham 2 oy yurmasa ham hozir 2 oylik zaxira bu. Pechga to'xtamaydi, ishlayveradi. Oldinlari ko'rasizlar, shunday Ilgarimdek xomg'ish bo'lmasdi chiqqan, pechga tiqqan. Mana bu apparatura buzilib qolsa, pechga ham to'xtab turgan. Hozir zaxira bilan ishlayapmiz. Navoda apparatura buzilsa ham, 2 oy buzilsa ham zaxira bilan ishlay olamiz. Atayin zaxira qilib qo'yishni o'rganibmiz. Malades. Yo, hozir buni O'zbekistonga shu yaqinda borib keldim. Biz nima ham navesam qilmoqchimiz. O'zbekistonga borgan 10 million g'ish yiqqan ekan. Bizda hozir 1,5 million g'ish bor. Demak, analizni ham o'rgandik. O'zbekistonga nima Farg'onaga bordim. Farg'onaga Rishton degan joyi bor ekan. Ularda robotlashgan ekan zavodlar. Onlar robotlashgan. Ular bir kunga 150 ming g'ish chiqarar ekan. Bitta stanoga. Malades. Bizniki 100 minggacha quvvati yetadi. Biz 60 ming, 70 ming olyapmiz hozir. Robot emas, faqat ruchnoy qo'lda olamiz. Qabul. Qo'lda mana odamlar taxlaydi. Robotning ishi qimmatroq, ha? U qimmatroq, arzonroq narsa siz marketingingizga bog'liq ekan. Opa. U qimmat sotish, qimmat olish, bu siz marketingni siz borku, haliga nima desam bo'ladi? U qimmat sotaman, arzon sotaman degani u odam o'zi marketingga bog'liq. Siz o'rik kompot qo'ymaysiz-ku yangi yil kuni. Faqat arskola qo'yapsiz. Xuddi shunday. Ana sizga. Faqat shunday bo'ladi. Gapiga bitta ber. Addi shu qanday. Marketingdan dars o'tyapti. Qoyil, mana shu qoyil. Ya arzon qimmat deydi-yu, to'g'ri. Kачествосida farqi bor. U robot ishlagan, uni odam zot ushlab qo'ymagan, qilmagan. Odam qo'li bilan qilmagan-ku. Misol asli kondakori eng qimmat ish. Taxta yog'ochlarga o'yma qilsa qimmat ish to'g'ri-yu, lekin robotda chor qirra, umuman qo'l tegmagan. Umuman qo'l tegizmagan, shuning uchun u sifati zo'r bo'ladi. Sifati faqat kvadratiga zo'r bo'ladi. Qirrali bo'lib, addoshi bo'ladi. Umuman haliga qilinmaydi. Qo'lda olinmaydi. Ustoga zo'r ekonom bo'ladi, terish uchun. Ha, ustaga ham haliga qilsa bo'ladi, to'g'ri. Qarang, siz hozir bizga protsessni boshidan ko'rsatasizmi? Ha. Tushunishimiz uchun. Ha. Qayerdan qum keladi, qanday ayrlashtiriladi? Bizda- Protsessni ko'rib ketaylik, birato'la. Qanday yuramiz? Ba'dan yuramiz. Qani ketdik. Ba'da bunker bor. U turpoq tagida faqat ba'dan lentadan chiqadi faqat. Aha. Ba'dan buni turpoqda ana tagida bunker bor, ko'rinmaydi. Aha. Shu yerdan ba'dan chiqib keladi birinchiga, faqat valsovkaga tushadi. Valsovka maydalaydi. Drabilka, Ha, ha. drabilka vazifasini bajaradi, ham Xo'sh. valsovka. Aha. Undan tashqari mishalkaga tushadi. Aha. Mishalkadan pressga boradi. Aha. U pressdan keyin yoqqa одиночка reska, keyin много reskaga o'tadi. Yoqda много reska bor. Qabul. Bo'ldi, boshidan. O'rtoqlar ketdik. Demak, mana bu tomonda priyomniy bunker bor, ya'ni qabul qilish voronka bunkeri bor. Ha, bunker. Bunkerdan kelyapti Oldi ko'rinib pastdan.
Mana bu lentichli konveyer orqali mana kelyapti. Mana bunga tushyapti. Bu ikkita val ishlayapti. Ikkita val ezyapti. Valsa. Ikkita val ezyapti, pastga tushyapti konveyerdan. Tepaga chiqyapti. Mana bu bunkerchaga tushyapti. Buni ichida nima qiladi? Mishalka, ya'ni Aralashtirib beradi. aralashtiryapti. Turpoqni aralashtirib beradi. Suv bilan turpoq. Turpoq bilan suv aralashtirib beryapti, smes qilib. Tepaga chiqyapti. Presga tushadi. Pres ustida ham mishalkasi bu. O'sha yerda polni upravlять qiladigan odam o'sha yerda o'tiradi. Aha. O'shani bag'dan suv kamaysa, o'sha yoqdan to'g'irlab, hammasini Ha, jo'natadi. shunda g'isht shakliga qayta kelyapti. Bag'da reskada keladi. Demak, undan pastga tushib, Ha. mana shu apparatda g'isht shakliga berilyapti. Aha. G'isht shakli shu yerda ekan. G'ish shakli bu yerda beriladi, arabacha buni tagidan o'tadi. Aha, demak bu yerda Pol g'isht shakli avtomatda chiqyapti. Buni tagidan araba o'tib ketadi. Aha, arava aylanyapti. Ha, araba o'tib, bu yerda bunaga reskada Ha, mana bular demak g'ishtni kesib beryapti. 19. Mana bu loy seli kelyapti, bu kesib beryapti g'isht shakliga. Xo'p, mana bu yerda o'sha g'isht shakli chiqdi, loy xom g'isht. Ba'da chiqib, araba bilan ketadi. Aha, borib teriladi. Ha, araba bilan teriladi, yoqda odamlar turadi, 12 ta odam faqat Aha. taqsimot qiladi, faqat yerga bunday qilib teradi. Ha, Bir chekada. Все, готовый produksiya shu yerdan chiqdi. Aha. Faqat bu polni готовый, hali pishmagan. Hali pechkaga solmadik. Mana shu hozir mana shu holat shu yerdan chiqadi demak. Plashatkada sushka qilamiz, Aha. keyin tandirga olib kiramiz. Ketdik u yoqiga. Dalishi birinchi prosesdan o'tdik. Bu Dalishi. yerda o'zi mana shu shaklda bu yerda turadi. Qurigandan keyin arabalarga o'rtirib, keyin ichkariga olib kiradi. Ichkariga olib kiriladi. Salpoq keshiklarini-chi? Zo'r biznesmen. Ularni o'zlari olmaydi. Har qanday ishni boshlash qiyin ekanligini bildik. qo'ygan maqsadga yetish kerak ekan. Yaxshi ustoz tanlasak, tez oshib keta olamiz. Darsimiz juda ham ajoyib, qiziqarli. Hamma ko'tarin kayfiyatda, hammamiz chiroyli bo'lib dars qilyapmiz. Juda ham qiziqarli bo'lyapti darslarimiz. Tablisalar orqali o'rganib, o'zimizning xatolarimizni, foydalarimizni, zararlarimizni ko'rib chiqyapmiz. Xo'jayini bir necha yillardan beri biznes sohasiga qiziqqani uchun ustoz Ilhom Begimqulovni tavsiya qildi. Biznes qilishyapti. Shartnoma qilib turaylik. Robot qilib qo'yishdi. Ular просто u odamga hozir bir gapni aytsangiz, u boshqa xil tushunishi mumkin. Partnyor o'sha uchun hozir Bu yerda vaqt keladi. Qabul. O'rtoqlar, pechkani ichiga kiramiz, ketdik. ba'da pishig'ish, ba'da xomg'ish. Ba'da xomg'ish teriladi. Bu ruchna qo'lda teriladi. Robotda shularni hammasi robot qiladi. Biz bu yerda ruchnoy qilamiz. Bu yerda 4 kishi ishlaydi. Buni ichiga olib kirib turadi. Bu hozir dumaloq aylanasimi bu? Bu kalsavoy bu, ha. Bu dumaloq aylanasi, ya. Ha. Shuni ichiga polni terib chiqiladi, ya. Ha. Aylanasiga. Ha, bu uchmaydi bu ichga. Постоянно bir tomonga yurib turadi. O'rtoqlar, demak, bu pechkani ichidamiz hozir. Mana shu hozir dumaloq kalsavoy. Pechkani ichi kalsavoy. Mana shunaqangi g'isht terib chiqiladi. Buni orasidan issiqlik o'tadi. Olov o'tadi, Olov o'tadi. Polni aylanasiga mana kalso ko'ryapsiz-a, kalso. Polni aylanasiga pechka. G'isht terib chiqiladi, ruchnoy teriladi boshdan oxirigacha. Mana tepada ko'ryapsizlarmi? Demak, xod vazifasini bajarib havo aylanadi-ya. Bulardan ko'mir tashaladi. Ko'mir tashaladi. Bundan ko'mir tashaladi, mana o'si vысасывающий. Faqat mana ulardan havoni tortamayda teshiklar bor. Ha, yoqda. Teshiklar bor. Bu har bir mana har bir eshikda bitta kamerani bekish uchun mana shu qog'oz qo'yiladi. Aha. Qo'yiladi-da, keyin yoqdan asos tortsa, faqat makamlangandan keyin havoni alovi bir tomonga qarab suradi. Faqat alov bir tomonga qarab yuradi. Harakat bir tomonga bo'ladi. Pishib kelaveradi. Alov oldinga qarab yuravergan sari oldinga ko'mir tashab kelaveradi. Bu pishirib o'tib ketadi. To'xtamaydi bu. Pechka o'chmas ekan, o'rtoqlar. Pechka o'chmaydi. Bir tomon pishsa, olib ketaverar ekan, narigi tomon pishib ketaverar ekan. Krugla sutki, krugli haligi sezon ishlab ketaverar ekan. Ishlayveradi. Pechka o'chmas ekan.
Ha, pishiradi, ha. Qonli qishida ham pishiraveradi. Hozir eshiklar yopiladimi shuni? Ha, mana shu o'zi bu yerda bundan yag'ida olib shu 18 ta eshigi bor. Hozir mana bitta eshigi misol. Parsalda u nerag'ida bitta eshigi bor. Har biri mana shu yerda eshikdan o'tgan sari bu eshik yopadi, oldiga bitta qog'oz qo'yadi. Bitta kamerani zahvat qildi deganda, hisobi shunday mahkamlandi degan. Keyin ba'dan so'radi, shamolni shu yoqdan tortib turadi. Faqat bir tomonga tortib turadi. Keyin alov o'sha yoqqa qarab yuradi. Olinaveradimi ishlar? Ha. Yo'q, mana bag'dan olinyapti. Mana pishki g'ishi bag'da. Ha bu tayyor o'sha. O'sha Qani qani? Tayyor g'ish ekan, bu xom g'ish mana. Bu xom g'ish Bu hali. xom g'ish, bunisi pishki g'ish. Qancha kun pishadi bu hisobi? Bir kuruk aynalib kelishi 7 kun, 6 kun, zo'r bo'lsa 5 kunda aynaltiramiz. Bu yoqda ichiga nechta g'ish sig'adi? Buni 180 ming g'ish sig'adi. 200 ming g'ish olamiz. O'shanda 200 ming bir haftada pishyaptimi? O'rtoqlar pishgan g'ish ekan haqiqatan mana. Pishibdi mana. Mana pishgan g'ish o'rtoqlar. Mana pishgan Mana g'ish. shu qarab yurib ketdi. Hozir mana qarang, pogruskachilar ba'dan g'ishni sug'uradi, yog'dan satkachilar olib kiradi. Mashaqdan chiqadimi eshik? Hozir alov, короче, xuddi mana bunday turadi-da. Mana pogruska satka, mana alov. Alov u tomonda hozir. Hozir tepada chiqib ko'ramiz. Alov bu tepada. U tomondan alov tepadan ko'ramiz. Mana teshiklardan ko'ramiz, ha. U tomonda alov bor. Короче, 6 ta eshik orqasida, mana shuni 6 ta eshik orqasida alov bu. Bu 6 ta eshik orqasida mana bu. O'rtada mana shunday bo'ladi. Kak sepchkada aynalib ketaveradi. Bir xil aynalib turaveradi. To'xtamay aynalaveradi. Ha? Labay? Yo'q, unaqa emas, relis emas. U vagonetkaliga aytasiz, u robotlarniki. Zo'r. Ularniki faqat hammasi avtomatlashganda u. Qabul. Tashqariga chiqaylik. Давайте. Biz tushunib oldik primerni. Qabul, tushundik. Pechka bo'ldik o'zimiz ham, ketdik. Qayerdan tepaga chiqamiz endi? Tepadan chiqsak, bu tomondan chiqamiz. Ketdik, tepani ko'raylik, tepadan. Alov qayerda yuradiganini ko'ramiz hozir. Ketdik, yuqoridan ko'ramiz. Ya, ishtimaga bu. Oyoqlaring qo'rqmasdan bosaveringlar, iloji yo'q chang bo'lmasligini. Ha. Normalniy. Bexijolat. Nima qilish uchun? Молодец. Mana yerda alov yonyapti, mana bu yerda. Mana shu yerda alov yonyapti hozir. Mana shu yerda g'ish pishirilyapti. Uxti. Ha, bular baqarab yuraveradilar. Alov mana shu hozir shamol mana shu yoqdan tortib turibdi mana kamerada. Issiqlik oshishi qalinda bo'lindi. Qanga berib turing? Aka, hormang. Qanis. Bu yerda alov bor. Xo'sh. Ha, xo'sh. Bu o'zi mana ko'mir tashalyaptimi? Ha? O'rtoqlar, biz pechkani ustidamiz. Mana oyoq uchi kuyish darajasiga boryapti sekin. Yuraveringlar. Sal tapishga hech narsa qilmaydi. Mana yoqdan olib pishgan. Mana ichi olov ekan, ko'ringlar mana, olov yonyapti. Mana pishgan. Ana. G'ishni ustiga tashaveradi. 1000 gradus. G'ish ustiga tashalar ekan. Ko'mir o'zimizni qirg'iz nimaniki? Uxti. Ana sizlarga. Buni bu odam yo'qotdi. Oho, mana bu yog'i вообще issiq ekan. Bundan bag'i polni pishib bo'lgan o'zi. Mana shu yerdan yog'i polni pishib bo'lgan. Aha. Bundan bag'ini pishiryapti hozir. Mana ikkita g'ishi aralig'i bor-ku. Ana. 1000 gradus. Yo'q-e? 1000 gradus ketyapti ham choy qaynayapti. Gap yo'q. Ana choy qaynatyapti pechkani ustida. Ana. Ha, bular o'zlari biladi. Eshitdingizlar, ya'ni safarga bitta qozon bilan qo'y bo'lish kerak bizga. Bo'ldi. Hozir ham qilaman. Pechkani ustida pishgani bo'lish kerak bizga. Bo'ldi. Restoranniki emas uju. Bizda bor restoranlar. Boshqacha choy bo'lgan. Bu ham mazasi Qoyil. Bu yerda pishib o'tgan o'zi. Mana shulardan pishib o'tib bo'lgan g'ish. Shu yerda pishib o'tib bo'lgan. Bu yerda Ana молодец. Ha? U tomondan sug'urib olib kirilaveradi.
lentalar bilan olin. Ha. Sirkulyatsiya постоянный ekan. Yoqdan olinaveradi. Temperatura necha bo'ladi? 1000 gradus bo'ladi. Ko'mir har bir teshikka necha kilodan tashlanganda pishadi? Bitta g'ishtga 180 grammdan to 220 grammgacha g'isht Ko'mir. toza yeydi. Shunda bitta pechka bor, bitta seksiya bor. Bular haligi охлаждение sovyapti. Sovyapti. Qarang, yonmayapti, qarang, yo'q. Bitta seksiya. 10 mingta g'isht oladi bitta kamera. O'shanda shuni Sig'ir. hisoblaysiz. 2 tonna Sig'ir. ko'mir ketyapti. Aha. Demak, bu yoq pechka, bu yoq mana sklad siryo. Tayyor gatoy produksiyani bu yoqqa solamiz. Pishgani chiqqani sira sotilyaptimi? Ha, sotilyapti. Biz umuman sklad yurit qilmaganmiz. Ilgarilari faqat 300 ming, 500 minggacha klient bo'lmasdi, sotolmasdik. Mana bu polya, mana shu bog' ham bizga qaraydi, 1 gektar 20 sotiq. Ana shuni u pasti, mana polya yoq tomonni 500 ming, 600 ming g'isht sklad yurit qilardim. Oldinlari gatoy produksiya pishgan g'ishtni sklad qilgan ekanlar. Hozir davno sklad qilmay qo'yibdi, faqat Hozir sotilyapti. yetkazilganimiz yo'q. Hozir umuman qilganimiz yo'q. Qamg'ishlarda qishga qaytib soqaysiz. Buni ustiga hozir men aytdimki, Bundan Rishtonda siyasi ustiga biz banaka mana оборудование ham shu yil qo'yganmiz. Mana оборудование, buni ichida boshqa оборудованиemiz bor-edi, Farhod akaga boshqa odamga berdik. Buni ustini navis qilamiz endi polni. Buni ham ustini navis qilamiz. Qishgacha Biz qiladi. faqat to 1-oktyabrgacha ishlardik, tamom edi. Ular bari yo'q berasiz. Bunaqa bo'lmasdi. Ishlalmasdik. Yig'almasdik. Hozir 1,5 million bund bor. 1,5 million shtuk g'isht bor. Endi bu nimani hisobiga? Menimcha, haligi tizim qo'yilganini hisobiga bular ish imkoniyati ko'payib ketdi-da. Oldin o'zlari ulgurmagan, bardak bo'lgan-ku. Endi hozir hamma narsani qo'ygani uchun ob'yom ham ko'p, Ob'yom klient ham ko'p. Klient ham yaxshi. Biz ilgari sredniy hisoblasam 450 ming g'isht sotardim xolos. Har kun 15 ming g'isht sotardim xolos. Постоянно обучение. Постоянно o'saman, rivojlanaman degan odamga biznes. To'lagan pulimga qatar ancha katta xatolar bor ekan. Ularni sekin-sekin to'g'irlab, donitsa, yana ham ustozdan ko'proq ilmlarni o'rganishga harakat qilaman. Bu o'qishga kelgandan beri ko'plagan xatolarimizni bildik, ko'plagan ma'lumot oldik, biznesni asosiy 6 ta ustuni borligi haqida ma'lumot oldik. Men o'ylayapman, da 5 yil o'qiydi o'xshaydi deb, o'shanda akchani to'lab. Biznesda asosan qo'llangan narsalarim bu marketing bo'ldi. Marketingda juda ham biz o'ylamagan darajada rezultatlar bo'ldi va hozirgi paytda 3x ga oshdik. Shu bu yil har kun 30 ming g'isht sotaman. Bitta g'isht qancha o'zi aka? To'g'ri 2 barobar oshdikmi shunda? G'isht betdan shu yerda 90 dirham, olib berishimiz rastiansiga qarab. 30 dirham nimasi bor? Yo'q. Xo'janga bir samoni 5 dirhamga olib beramiz. Xo'janga bir marja. Ha, marjami? 28% dan to 32% gacha. Marja. Молодец. Zo'r. Это можно как-то покрыть, да, чем-нибудь временно? Da. Buni ustini hozir buni bu Rishtonga borganimda 10 million g'ishtni navis tagiga qo'yish, men 10 million g'isht zaxira qilgan ekan, 10 million g'isht. Ularni men ko'rdim, ustiga 20 san turpoq tashagan, polni. Keyin mana ziyni boki bir tomonni somonloy bilan shuvab qo'yibdi. Чтобы yomg'ir urmasligi uchun. Bir chekkasidan olib ishlatyapti. Ustidan bir qavat ham hech qaysiga ishlama qilmaydi degan. Qachon qilasiz shuni? Biz boshlaymiz. 15. Ha, ustida qatlam nima bo'ladi, lekin polni ustidan turpoq bosamiz endi biz ham. Shunga yig'ilyapti o'zi. Qanaqa uklon qilib qo'yadi? Yo'q, uklon ham qilinmaydi ekan. Uklon ham qilmaydi. Ha. Xuddi 20 dan o'tib chiqing-da, erta chiqing. 20 dan. hozir mana men hozir qarangda. Quriydi, qara yomg'ir tushadi. Agar salafan biz ilgari salafan yopardik, kam bunt qilib turib. Salafan ham yopmash kerak ekan. Shuni turpog'i bir xil qilib 20 sant polni bosish kerak ekan. Yomg'ir yog'adi-ku, picha pastga o'tib bormaydi baribir. Pastgacha o'tib bormaydi. Mana shu ma'lum bir 5 sm, 10 sm ga boradi, tiniydi, quriydi, yana yomg'ir yog'adi, yana tiriydi, ana shunday bo'lar ekan. Ha, bizda yo'q-ku. Bu 20 sm ertaga darajada bo'lmaydi-da. Qabul, bitta savol sizga. O'qishdan keyin nimalarni o'zgartirdingiz? Nima foydasi bo'ldi sizga o'qish? Nima haligi almashinuv foyda bo'ldi? O'qishdan keyingi eng katta almashinuv. Eshitaylik. Faqat eshitaylik. Eng kuchli человек mandimda bu yerda. Faqat
Rambo edim. Faqat hamma ishni men qilardim. Любой, mana shu obishik kelmagan bo'lsa ham borku, bo'ldi, tamom. Problemasi hal, chunki o'sha odam men edimda. Tushundingizmi? Hozir hammasini odamning o'zi bor. Men misol shu bugun ham men ucham kelmaganman, kecha ham kelmagandim. Где-то bir misol Turkunda ham kelmagan bo'lsam ham ishi o'zi proses yuryapti. Proses yuryapti. Odamlarni qo'yib Siz ham yurasiz. Men siz ham ishchilarni kipay qildingizmi, nima qildingiz? g'ish olib kiruvchilar kipiyada edi. Ilgari ham kipiyada edi-yu. Haligi nima bo'lardi-da? Kelaman, kelmayman, tushunmayalik qilardi. Har bitta odam bilan shu individualni gaplashib olganman. Har bittasi bilan 50 ta inson bo'lsa, har bittasi bilan sen nima qilib berasan, men senga qancha beraman. Vazifalari kelishilgan, vazifalar. Hammasini yozdirganman. O'sha yerda misol hammamiz ishlaganmiz, har bitta odamimiz, bitta ko'pchilik erkakmiz, ha? O'sha yerda agar bilmay birontasi ichib qo'ysa ham, shtrafi bor o'zini. Ana. Bir oyligini olmaydi. Yaqinda bittasini Ishga chiqmaysan. Ha, yo ishga shu yerda ichadi-yu bir xil. Bir xil paytda bo'ladi-ku, ha? Shunaqa prosesga ham hammasiga joriy qiling. Har bittasiga Demak, yozib. shtraf mukofot tizimi bor. Mukofot ham bor, shtraf ham bor. Har bittasini shunday qilib kelishib olganmiz. Savolda o'sha siz qilgan, o'sha siz o'zingiz 3-4 kun masalan ishlar bilan boshqa ishlarda yurasiz. Bilmaysiz, masalan bilim o'ylayapsiz. Sizda mana direktor upravляющий bormi? Bor. Hamma ishdan. Ha, har bitta 7 ta odamda bitta brigada bor. Har bitta ishda 7 kishiga bitta brigada bor. Bitta brigada. Darsliklarda ham 6 ta odam yaxshi boshqaradi. Bitta odam bilan gaplashaman. O'sha odam qolgan odamlar o'zi boshqaradi. Qolganisi bilan gaplashmayman. Struktura. O'shanisi bilan gaplashaman. Aytamanki, nima bo'ldi desam, natijasini har kun kechqurun aytadi. Men falon qadar g'ish olib kirdim. Men WhatsAppimga boradi. Men uxlayotgan bo'lsam ham, telefonim o'chiq bo'lsa ham boradi. Mana deysiz. Ertasi kuni ko'raman-ku baribir. Har kunlik отчетini oladi. Bitta bu haliga sotuvchi qo'yganman. Sotuvchi faqat g'ish sotadi. Mana deysiz. Men boraman, addini o'sha domchilar bilan ham gaplashaman, nimalar bilan ham gaplashaman. Agar nima, yo katta do'g'orni o'zim qilaman. Qolgan barisini o'zlari qiladi. Katta birontasi 1 million shu yil erta bahorda 1 million g'ishga klient olgandim. Men o'zim gaplash. U paytda menda sotuvchi ham yo'q edi. Buxgalter ham yo'q edi. O'sha boshlanishda o'sha 1 millionlik 1 million somon oldindan pul to'ladi. Koni bodomda. 1 million somon. Qancha degani 1 million somon? 100 ming dollar. Yaxshi, 100 ming dollarlik chek. Oldindan pul olish yaxshi. Oldindan olib har kun yetkazadi. Normalniy. Shunaqa zavod bitta ochish uchun qancha vlojenniya kerak? Shu оборудованияni men yangi обновить qildim. Yangi, pechkaga 60 ming, 70 ming dollar ketadi. Mana shu pechkani o'ziga 18 talik kameraga, mana shunga 450 ming, 500 ming g'ish ketgan. G'ish ketgan. Оборудование 120 ming dollarga tushgan menga. Polni liniyasi bilan, Mana shu liniya polni 120 ming. 120 ga 60, 180. Yana qancha nima qilish, ya'ni robotizatsiya qancha bo'ladi? 50 press, 60 ga 60 pressga robot qo'ygan ekan. Aldiga men O'zbekistonda Farg'onada Rishtonga borganimda, o'sha yerda borib ko'rib keldim. Ular faqat robot bilan ishlar ekan, karalar bilan ishlar ekan. 4 ta kara, bitta robot olish kerak ekan. Roboti 75 ming dollar ekan, 4 ta karasi 8 ming dollardan 32 ming ekan. Qabul. Demak, hozir shu holatda pechkamiz plus оборудованиямыз 120, 60, 180 ming. Yo'q, bu yoq puska nalatga usta haqi bilan 200 ming. Demak, 200 ming men pul tiksam shu pechkani qila olaman. Yer ham olish kerak-da, baribir. Yer izdiki bo'lish kerak. Endi yerdan tashqari. Hozir menda bu yerda 40-60 sotiq joy bor edi. Men hozir bu ana katta оборудованияni qo'yganimdan keyin bu joy o'zi pozolyat qilmayapti menga. Yetkazolmayapti. Qabul. Qarang, 200 ming dollar tikdim deylik. Men tikdim, mana erta tikdim. Okupayimiz qancha o'zi buni? Qancha paytda 200 ming dollarim qaytib keladi agar men shu pechkani qilsam? Agar 11 oy yaxshi ishlab tursa, biz hamma bir yilda pulim chiqadi. 1 yilda chiqarasiz. Buni srok godnosti qancha? Buniki bu pechkani 2019-yil qurish, 2020-yil qurib bo'lgandim men. Mana 5 yildan beri ishlayapman, muammo yo'q. U оборудование ham kamida 20 yil ishlaydi nargilar. Оборудованияni reskasini har yil shtampovkasini almashtirib turish kerak ekan. Men shu bu yil bildim. Короче, 10 ming dollar asosida. 10 ming asosi bor ekanda. Ha, har yil shuni Просто xullas, okupayimizda 1 yil,
5 har yili yilgacha foyda u keltiradi. оборудованный biron muammosi yo'q. Mana shu yerda 5 yil ishlagan оборудованный olib borib Farhod akamga qo'yganman. Hozir shu bosh qo'yganimizdan biri 3 oydan beri polni g'ish chiqaryapti. Men ilgari o'ylardimki, fikrlardimki, ya bu zavod kichkina, men iddalolmayapman, yurg'izolmayapman deb biz chiqarolmayapmiz deb o'ylar ekanman-da. Lekin yo'q, odamlarni biz ishlata olmagan ekan. Akam yomon patolog ochilibdi-ya. Boshlatarmi? Dahshat. Yo'q, o'zimniki sotib hammasini olgan. Молодец. От души молодец. Zo'r. Bitta qarsanglar, gap yo'q. Zo'r. Сырье у вас перевозное? Ha, перевозной. Keyin bo'li siryoni perevozini Endi qarang-da. Biz bu zavodni ochishda bunaqa siryo haqida ham, perevoznoy haqida ham, bu g'ishni sotish haqida ham bor-ku, hech kim o'ylanmagan. Pul bo'lgan. Biz stроительный kompaniyamiz bor, hozir ham bor, ishlaydi. Umuman faqat biz 1 yilga 500 ming, 600 ming, 1 million g'ish olardik. Boshqa zavoddan-da. Olardik. Hozir biz hozir ishlatyapmiz zavodda. Misol ishlatib ko'rganimizdan keyin shunda ham 3 yil, 4 yil haligi nima qilib o'zingda использовать, ahmoq odam o'zida использовать qiladi deydi-ku. Xuddi men использовать qildim o'zimni. 3-4 yil keyin ilm olib ko'rganimdan keyingi 2-3x ga o'zgardi. Ha, demak darsdan keyin 2-3x ga rost bo'ldi. 2-3x ga o'zgardi. Men bo'lmasam ham bu biznes yurar ekan. Men shu Farhod akanikida 1 hafta yurdim. Men zavodga kelganim yo'q. Shu an borib puskanalatga qildirib, yurg'izdirib, polni oldinga yurg'izdirib, chiqartirib, g'ishigacha chiqarib berdim, borib. Men kelmadim. Yurdi zavodda har kun 30 ming g'ish ortilgan, g'ish 30 ming ichkari kirgizgan, 60 minggacha g'ish tashqariga chiqargan. Как положено. Hammasi bo'lgan. Hammasi bir-biriga bog'lab, bir-biriga boylab qo'yish kerak ekanda. Shuni bog'lash uchun menga ancha vaqt kerak bo'ldi. Ilm olganimdan keyin oson bo'ldi mencha. Yaxshi bo'ldi. Fikr o'z odamni o'zali bu aka aytdilar bo'yna kimdir patologi, kimdir poli-da. Tushundim. Boshqa tushish kerak. Ha. Qabul. Qiyin odam ishlatsa, aka. Bu biznesda eng qiyin odam ishlatsa. Bunda odam ko'p kerak. Ruchnoy ishi bo'lsa, odam ko'p kerak. Pastga. Shotga yig'ilaylik. Soya ekan shot. Qani shotga yig'ilaylik. Yordi-ya. Qimmat narsalar urib tashladi lekin. Aytyapman-ku, bu dars olardi-da. Dars olardik-ku. Hali coffee break payti bu tushunganini hammaga tushuntirib beradi. Chetda ishlaydi. Lekin boshda qiynaladi. Paxta terimga ham boradi, paxta terimga. Olishga qiynalardi-da. Ishchilar asobi hammasi. Bu ham bizga o'xshagan 2-3 marta eshitib tushunadi. Paxta terimi bor. Lekin tushunib olsa bo'ldi, yoradi. Qiladi. Bu yerda 4 ta g'iz zavod. O'rganib qilmaydigan odamdan yomon tushunib qiladigan odam ma'qulroq-da. Ha. Oylik berasizmi yo har kunlik? Bu muhim. Yo'q, oylik beraman. Ha, oylik. Bular bu yerda farmovka deylar, nimaga ishlaydi? Oylikka ishlaydi. Farmovka degani nima? U yerda forma qiladi. Farmovka deganda faqat forma qiladi. Bu ham ayol kishi. Shu ayol kishi xolos, qolganlari yog'daylar. Bu ham ayol kishi. O'sha tahliyda xolos ular. Bu yerdan g'ish chiqaradiganlar farqi, erkaklar g'ish chiqarib nimadan arabada yuklab jo'natib beradi. Qani hammamiz yig'ildikmi bitta dumaloq bo'ylik o'rtoqlar? 4 ta ayol bitta arabani tushiradi. Bugun juda ham kunimiz yaxshi o'tdi. Barakalik bo'ldi. Barakali o'tdi, realni barakali o'tdi. Bitta ikkitasi abitdan qo'shilib qolganlar bo'ldi, uyda uxlab keldi, bildik biz. Bildik, uxlab keldi uyda. Shunday bo'ldi-ya, kechasiga chiqib ketdi-ya, menga o'xshab 3 gacha qolib ketgan-a. Qabul. Demak, qaranglar, hurmatli do'stlar. Zavodingizni ko'rdik aka. Alloh barakasini bersin. Bunaqa zavoddan bir nechta qiling. Biz realni xursandmiz, ishlar zo'r. Kelajakda planlar qanaqa o'zi? Kelajakda xudo xolasa bu yilga buni bilan navesini bekka bitta naves qurmoqchi. Ovoz pasaydi cho'ta nimagadir. Qattiq ayting, eshitsin bular, tushunmayapti. Pechkani ustini yopamiz, bekka pol naves qilamiz. Naves qilamiz, bo'ldi. Bu pechka bittan ikkita qilamizmi? Keyingi yilga? Yo'q, bu pechkani ikkita qilmaymiz. Nima qilamiz? Men shu yil boshqa zavodlarga borib keldim. Men aytdim-ku, Farg'onaga g'ish zavod ko'rgani bordim. Tushundim. Buni qanday kengaytiramizmi? Avtomatlashtiramizmi? Biz pechkadan 50 ming g'ish olish mumkin ekan. Aha, 30 ming olyapmiz. Ha, hozir 30 minggacha chiqardik biz. Bo'ldi, 50 mingga chiqaramiz. Qachon chiqaramiz? Hozir o'zi boshlagan, o'zi ko'p. Bo'ldi, surogini ayting. Shu 15-gacha harakat qilib chiqartiramiz. 15-qacha 15? Mana shu 15-sentyabrga.
Keyingi yil oxirigacha nima qilasiz? G'isht chiqarishni boshlaymiz deyapman. U yana uni buniki mundada bizniki Hozir 30 ming chiqaryapsiz. Bir oyda 50 mingga chiqarasiz, ishondik, bo'ldi, yopildi. Keyingi yil nima ish qilasiz? 7 marta bering to'g'ri bo'ladi ustoz. keyingi yilga ham Nima ish qilasiz keyingi yilga eshitamiz. biz Farhod aka bilan bir kelishgandik. Ularda drabilni zavodi bor ekan. Bor, drabilni zavodi bor. Ular shuni ishlata olmayaptilar. Xabarim bor. Shuni menda bitta yoqda 44 gektarlik karyerim bor. Xo'sh. Shuni kelishuvdik. O'sha zavodni o'rnatirmoqchiman. O'sha drabilkani olib turib karyerga o'rnatamiz. Shunaqa qilmoqchi biz. Qabul. Yanagi yilga. Keyingi yil oxirigacha. Shunaqa qilmoqchi. Shunda uni u polni demontajga olib borib montaj qilmoqchisiz karyer. 44 gektar karyerga. Shunaqa karyerimiz bor, o'zimiz собственный karyerimiz bor. Qabul. Yerimiz bor, shundan foydalanmoqchimiz. Bu g'ishni bitta pechkani keyingi yil oxirigacha ikkita qilmaymizmi? Yo'q. Bitta joyimiz o'zi 60 sotiq. Bo'ldi. Demak 50 mingta g'isht chiqaramiz bo'ldi. Bunga farqi shu, faqat shundan biz 50 ming g'isht olasak bo'ldi. Bitta betga bor-ku, nimamiz yetmaydi. Qabul. Boshqa joydan ham pechka qurmaymiz-a boshqa? Yo'q, bitta 60 sotiq joyimiz bor, xolos. Bo'ldi. Boshqa joydan ham pechka qurmaymiz. Yo'q. Fokus faqat o'sha drabilkaga. Drabilka, yo o'sha drabilkani gaplashib shu narsa olinadi. Biz gaplashganmiz u. Sherikchilikda ishlaysizlar. Yo sotib olyapsizmi? Uni sotib olaman. O'zi shuni biz gaplashganmiz. Bitta odam joyi bilan olaman degan ekan. Ular aytdilarki, shu odam hali qilmasa, hali qilaman dedi. Yig'im teriladi bizda, hammasi bo'lingandan keyin yo yangi qo'yaman shu yoqqa. Yo undan sotib olasiz, bo'lmasa yangi olib qo'yasiz. Karyera ochiladi yana. Bo'ldi, ketdik. Kim yozyapti? Kim yozyapti? Yozing menga. Demak, birinchi vazifamiz. Demak, g'isht zavodimizni bir oylik ishlab chiqarish quvvati 30 mingta, 50 mingtaga chiqaramiz. Birinchisi 50 mingtaga chiqaramiz. Ikkinchisi yilda 11 oy ishlaydigan darajaga chiqamiz. Shunday. Yilda 11 oy постоянно ishlaymiz. Ikkinchisi, uchinchisi 46 gektarlik karyerimizga tak оборудование olamiz. Drabilni sartrovishni uchastka qilamiz. Shunaqa qilmoqchimiz. Polni drabilni sartrovish uchastka qilamiz. Yangi liniyani qo'yib, o'sha shag'alni ishlab chiqarib, maydalab sotish yo'lga qo'yamiz. Shunday qilamiz. Bo'ldi. 3 ta zadacha ekanmiz. Drabilni sartrovishni uchastka qilamiz. Drabilni sartrovishni uchastka. Ham drabilka qiladi, ham shag'alni mayda-chuydaga fraksiyaga aylantirib, maydalaydi. 5 namodga o'rnatib. Ben naves qilamiz. Keyingisi, mana bu tepa polni naves qo'yiladi. Necha mingta g'isht saqlaydigan naves bo'ladi? Где-то 2 million g'isht zaxira bo'ladi. Bo'ldi, 2 million g'ishtga naves qilinadi. 2 million g'ishtga naves qilinadi. Qancha vaqtda qilinadi bu ham aytayotgan narsangiz? Bu naveslar bu nimagacha bo'ladi? Dekabrgacha bo'ladi. Bo'ldi. Keyingi yil oxirida kelsak, demak, drabilni sartrovishni ham bor, 50 mingta chiqyapti, naves ham bor. To'g'rimi? Bo'ldi, yozib qo'yamiz. Hammasi bajarasiz-a? Xudo nasib. Qancha ishtirok qo'yamiz bajarmasangiz? Qancha qo'ysangiz? Qancha qo'yamiz, ayting. Aniq bo'ladi, men qilaman dedi. Aziz Plasda chetda turdimda hamma yigitni Chimkentga borsa menga shtraf ko'p bosolmas dedi. Qo'shilib ketdim. Oxirgi aytmadim 60 so'tib kelishishtirib. Ya. Bular hammasi men aytgan narsalarni Xudo nasib qilaman. Xudo xolasa qiladi, Xudo xolasa qiladi. Aniq qilaman. Keyin shu biznesga shu nimada coachingda o'qiganimizda nimani avtomatlashtiramiz dedik, Bittrex o'rnatamiz dedik. Shu narsani qila olmadik. Biz Saudda ham tamom ko'payib ketdi, shuni qila olmadik. Yozib qo'ying. Обязательно Bittrex o'rnatirishimiz kerak. Bittrex sun'iy intellekt 10-coach. Zuhrapaga aytilgan 10-coachingga men yozilgan. Uji yozilibdi. Bitta qarsanglar tabriklaymiz. Iloji bo'lsa ikkinchi coaching hammasini yig'ib boring. Mayli, men kimnidir ko'ra olmayotganlarim ham bor-da. Ikkinchi coaching sizlarni ko'rdim, ko'rmaganlarim ham bor. Qani siz? Siz bu aniq boradi. Bularni ham eshitamiz, bularni ham natijasini eshitamiz. Menga ustoz, men yozishni ham bilmayman. O'qisam bo'ladimi yo yo'qmi deb borgan odam shu odam bo'ladi. To'g'rimi yo'qmi? Ustoz, men yozishni ham bilaman. Borsam maylimi yo'qmi degan odam shu odam bo'ladi. Lekin natijasi yaxshi-ya? Allohga shukr, natijasi yaxshi. Eshitamiz buni ham. Ketdik. Yozdiga qancha ishtirok qo'yamiz? 40 normalniya. Всё. Yozib qo'ying, $40,000 ishtirok. Day. Ne bitta kafega $50,000 qo'ydik. Ustoz bitta. Kim 40,000 dedi? O'ynasangiz bo'lmaydimi?
Qayerga qarab aytyapsiz? Справедливость. Ya, справедливый bo'ling. Man, siz Qozog'iston Qozog'istonga boramiz deng. Ey, zaklab $100 ming dollar. Qozog'istonga boramiz. Qozog'istonga boramiz. Ko'proq aytaman dedi. Problem emas, qilamiz. Qancha zaklab? Bo'ldi 50 bo'lsa 50. Bo'ldi 50. Ya, indamasa Men o'zim kollegalarimga zashat qilishim kerak-da. to'ppa 50 ming bo'lsa. Qozog'istonga perevozka qilmasang. Qabul 50 ming yozdiga. Всё. Bir oyda hozirda 1 milliongacha ish mahsulot chiqaryapmiz. Xalqimiz uchun yetkazib beryapmiz. Shuni 1,5 million qilishga yil davomida shu 12 million g'ish shu yerdan sotishga 2026-yilga polni va'da beraman. Ha, to'xtang, va'da beringiz ko'p sizniki. Hozir. Hay, mayli, uni aytamiz. Demak, birinchisi Pechkani ustini naves qilamiz. Pechkani ustini naves qilamiz. Zahiraga yana naves qilamiz. Aha, 30 mingdan 50 mingga chiqaramiz sutkasiga. 1 million. Qabul. 1,5 million. 11 oy ishlaymiz. 11 oy Aha, ishlaymiz. 44 gektarlik 44 gektarlik karyeramiz bor. Shu yerga Xudo xolasa nima qilmoqchimiz? Drabilni sartaroshni uchastik. Drabilni sartaroshni uchastik o'rnatmoqchimiz. Aha. 2 millionga naves qildik. 2 million g'ishi. Aha. Bitrix ustanovka qilamiz. Bitrix ustanovka qilamiz. Ishlarni hammasini avtomat. Sun'iy intellekt qo'yamiz. Albatta. Qabul. Keyingisi 10-chi, 11-chi, 12-chi ko'chlarga boramiz. Ha, bo'ldi. Boramiz. Ayting so'z bilan. 10-chiga yozilganmiz. 11-chi, 12-chi, 13-siga ham biz boramiz. Bo'ldi. Qabul. Keyin itogo 2026 31-dekabrgacha vazifalar bajaramiz. Bajaramiz. Bajarmay qolsangiz-chi? 50 ming ishtirok. 50 ming ishtirok. Qabul, bitta qarsanglar. Qarsanglar. Zo'r. Mana shuncha guvohlar oldida va'da berdingiz. Buni darajada bajaramiz. Zo'r. Azizbek qonisan. Pastdan olib yurgan opani. Tushundingmi? Bigitni ekan, tushundingmi? Ha, baland qilish kerak. Ha? Bo'ldi. Pastdan olib yuringlar. Maylimi? Vashi bigitni ekan. Zo'r. Vashi bigitni ekan. Baland qilish kerak. Qabul. Dollarda. So'mda kelishdik. Dollarda. Somoniyda emas, so'mda emas, dollarda.